Assalomu alaykum. Efirda axborot 24 informatsion dasturi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev energetika tarmog'i oldiga qo'yilgan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari yuzasidan axborot bilan tanishdi. Energetika bu sohada bittagina xato, sanoat va ishlab chiqarish, ayniqsa aholi uchun katta muammolarni yuzaga keltirishi mumkin. Mazkur tarmoqcha nafaqat yetarli balki puxta qarorlar aniq tadbir doimiy yangi yondashuvlarga tayanadi. O'tgan haftada yoqilg'i energetika sohasiga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev erishilgan ijobiy natijalar bilan bir qatorda tizimni tubdan isloh qilish bilan bog'liq qator dolzarb masalalarga atroflicha to'xtalib o'tdi. Davlatimiz rahbari mavjud muammoning asl sabablariga alohida e'tibor qaratdi. Energetika mablag'da emas, chunki qancha kerak bo'lsa topib beryapmiz. Muammo tizimni boshqaruvda. Shundan kelib chiqqan holda sohada yangi yondashuvlarni joriy etish, islohotlar barcha bo'g'inlarda samarali amalga oshirilishini ta'minlash bo'yicha aniq vazifalar belgilab berildi. Navbatdagi yig'ilish ham mas'ul rahbarlarning Prezidentimiz tomonidan berilgan topshiriqlar va ilgari surilgan tashabbuslarning mazmun mohiyatini yanada teran anglab, ularning ijrosini ta'minlashda aniq xulosalar asosida ish olib borishlari uchun katta rag'bat berdi. Prezidentimiz xalqimiz va iqtisodiyotning energiyaga bo'lgan ehtiyojini, kelgusida bu talab yanada ortib borishini hisobga olib, sohani yangi bosqichda rivojlantirish uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratib bermoqda. Agar 2016-yilga qadar energetika tarmog'iga yetarlicha e'tibor qaratilmagani oqibatida infratuzilma eskirib, generatsiya quvvatlari yetishmasligi hamda qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushining pastligi kuzatilgan bo'lsa, keyingi yillarda bu sohada tub burilish yuz berdi. So'nggi 10 yil davomida ko'lami jihatidan beqiyos islohotlar amalga oshirildi va bugun ularning amaliy natijasi yaqqol namoyon bo'lmoqda. Darhaqiqat, bizda elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi izchil ortib 4% maqsadga tobora yaqinlashyapti. Jumladan energetika sohasiga 23 milliard dollar miqdorida xorijiy investitsiyalar jalb etildi. Hududlarda umumiy quvvati 9,5 gigavat bo'lgan yangi elektr stansiyalar ishga tushirildi. Elektr va gaz tarmoqlari, podstansiyalar, transformatorlar hamda gaz taqsimlash infratuzilmasini modernizatsiya qilish uchun 30 trillion so'm mablag' yo'naltirildi. Bu galgi yig'ilishda ham mamlakatimiz yetakchisi sohani yanada rivojlantirish, tizim samaradorligi va barqarorligini ta'minlash uchun kelgusida amalga oshirilishi lozim bo'lgan ustuvor chora-tadbirlarga alohida e'tibor qaratdi. Mas'ullar davlatimiz rahbariga energetika tarmog'i oldiga qo'yilgan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari yuzasidan axborot berdi. Aytib o'tganimizdek, joriy yil 27-iyul kuni davlatimiz rahbari raisligida yoqilg'i energetika tarmog'idagi ustuvor masalalar bo'yicha o'tkazilgan video selektor yig'ilishida sohadagi boshqaruv joylarida elektr va gaz ta'minoti barqarorligi, avariyalar hamda energiya yo'qotishlarini qisqartirish borasidagi ishlar tanqidiy tahlil qilindi. Xususan, elektr va gaz ta'minoti bilan bog'liq ishlarni tumanbay va mahallabay tashkil etish, hududlarning energiya iste'moli balansini shakllantirish, tarmoqlar va uskunalarni xatlovdan o'tkazish, kuz-qish mavsumiga puxta tayyorgarlik ko'rish, raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni keng joriy etish bo'yicha vazifalar belgilangan edi. Taqdimotda Energetika vazirligi, hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati va O'zenergiya inspeksiya yangi rahbariyatining mazkur topshiriqlar ijrosini tashkil etish borasida olib borayotgan ishlari hamda kelgusi rejalari ko'rib chiqildi. Jumladan, hozirda Yangiyo'l tumanida elektr va gaz ta'minotini yaxshilash bo'yicha maxsus shtab faoliyat yuritmoqda. U yerda tadbirkorlar va aholi bilan ochiq muloqotlar o'tkazilib, uzilishlar, quvvat yetishmasligi, gaz bosimining pasayishi, texnik shartlar olish va qarzdorlik bilan bog'liq murojaatlar bevosita o'rganilmoqda. Yangiyo'l tumani tajribasi asosida boshqa 13 ta tumanda ham ushbu yondashuvdagi namunaviy tizim yaratib, keyinchalik uni boshqa hududlarda ham joriy etish rejalashtirilgan. Tadbirkorlik subyektlarini elektr va gaz tarmoqlariga ulash uchun texnik shartlarni rasmiylashtirish jarayonlarining qonuniyligi va shaffofligini ta'minlash, korrupsiyaviy holatlarning oldini olish choralari kuchaytirilmoqda. Kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik doirasida muammoli tarmoqlar va uskunalarni yangilash, energiya yo'qotishlarni kamaytirish, energiya samaradorligi choralarini ko'rish, avariyaviy uzilishlar sabablarini bartaraf etish ishlari olib borilmoqda. Shuningdek, soha xodimlariga vazifalarni elektron tizim orqali yetkazish, ijrosini nazorat qilish va faoliyat samaradorligini aniq ko'rsatishlar asosida baholash mexanizmlari ishlab chiqilmoqda.
Energetika vazirligiga tarmoqda yagona va samarali boshqaruv tizimini shakllantirish, soha korxonalari faoliyatini muvofiqlashtirish, investitsiya loyihalarini o'z vaqtida amalga oshirish va kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlarini tizimli tashkil etish vazifalari yuklatildi. Hududiy elektr tarmoqlariga joylarda elektr ta'minoti barqarorligini oshirish, infratuzilmani bosqichma-bosqich modernizatsiya qilish, avariyaviy uzilishlarni kamaytirish va xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash topshirildi. O'zenergiya inspeksiya oldiga energiya resurslaridan oqilona foydalanish ustidan nazoratni kuchaytirish, texnik talablarga rioya etilishini ta'minlash, yo'qotishlarni qisqartirish va yirik iste'molchilarni energiya auditidan o'tkazishni jadallashtirish vazifalari qo'yildi. Tabiiy gaz yetkazib berish imkoniyati cheklangan mahallalarni mavsumga tayyorlash, suyultirilgan gaz ta'minotiga xususiy sektorni keng jalb qilish, sohadagi jarayonlarni monitoring qilishda sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish masalalariga ham alohida e'tibor qaratildi. Davlatimiz rahbari barcha choralarni manzilli va aniq hisob-kitoblar asosida amalga oshirish, aholi hamda iqtisodiyot tarmoqlarini elektr va gaz bilan barqaror ta'minlash yuzasidan mutasaddilarga topshiriqlar berdi. Yig'ilishda biz energetika yo'nalishida amalga oshirishimiz kerak bo'lgan ustuvor vazifalar bo'yicha taqdimot qildik. Hurmatli prezidentimiz tomonidan bizga bir qator vazifalar belgilandi. Shulardan eng ustuvorlari bu ishlarni mahallabay tashkil etish, har bir mahallaning energetik pasportini shakllantirish, ya'ni mahallada nechta iste'molchi bor, iste'molchilarning toifalari qanaqa, mahallaga kirib kelgan elektr energiyasi, tabiiy gaz infrastrukturasi qanday, holati qanaqa, uni ta'mirlash, modernizatsiya qilish bo'yicha qancha mablag' talab etiladi, qancha vaqt talab etiladi, yangi iste'molchilarni ulash uchun qancha imkoniyatimiz bor. Agar u imkoniyatlar yetarli bo'lmasa, infrastrukturani qanday kuchaytirishimiz, kengaytirishimiz kerak. Shu kabi ma'lumotlarning hammasini o'zida mujassam qilgan har bir mahallaning energetik pasportini shakllantirishimiz kerak. Ikkinchi yo'nalish energetika sohasidagi elektr energiyasi va tabiiy gaz yetkazib beruvchi kompaniyalarimiz va iste'molchilar o'rtasidagi muloqotni umuman yangi bosqichga olib chiqishimiz kerak. Chunki tadbirkor va aholidan kelib tushayotgan murojaatlarni qayta ishlash, ularga javob berish bugungi davr talablariga to'g'ri kelmaydi. Onlayn platformalarni ishga tushirish, axborot tizimlari, billing tizimlari bilan bog'lash, ya'ni har bir iste'molchi, xoh tadbirkor bo'lsin, xoh aholi bo'lsin, o'zi xohlagan vaqtda mobil ilova orqali o'zining qarzdorligi yoki boshqa ma'lumotlarni olish imkoniyatiga bo'lsin, qulay bo'lsin. Eng asosiysi hozir ham bor, lekin yetarli darajada qulay emas. Bundan tashqari ta'minotida uzilish bo'ladigan bo'lsa, faqat ko'l markazlariga qo'ng'iroq qilib, navbat kutmasdan mobil ilova orqali o'zining demak ta'minotidagi uzilish haqida xabarlarni berishi yo'lga qo'yilishi kerak. Albatta, barcha mijozlar ham mobil ilovadan foydalana olmaydi. Shuning uchun ko'l markazlarining faoliyatini ham tubdan qayta ko'rib chiqib, sonini ko'paytirish va javob berishda ham sifat jihatdan, ham vaqt jihatdan yangi bir yaxshiroq ko'rsatkichlarga erishishimiz kerak. Uchinchi yo'nalish bu tabiiy gaz va elektr energiyasini yetkazib berishdagi yo'qotishlarni keskin qisqartirish, qarzdorliklarni keskin qisqartirish. Bu yerda albatta soha xodimlarining olib borayotgan ishlarini doimiy monitoring qilish, raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt orqali ularni boshqarish, ya'ni kunlik vazifalarni belgilash, kunlik hisobotlarni olish, risklar tahlilini olib borish, qayerda bizda ko'p uzilishlar bo'layotganini statistikasini yuritish, qayerda kelajakda uzilish bo'lishi mumkin bo'lgan holatlarni aniqlash va avariyadan oldin tezkorlik bilan chora ko'rish, ya'ni quvvatini oshirish yoki modernizatsiya qilish, umuman olganda ishchi xodimlarning mehnat samaradorligini oshirish va tarmoqlardagi avariyalar sonini keskin qisqartirish. Tannarxni pasaytirish albatta raqobat muhitini yaratish orqali ham amalga oshiriladi, ya'ni sohaga bozor mexanizmlarini jalb etishni jadallashtirish, kuchaytirish. Birinchi navbatda suyultirilgan gazning erkin bozorini yaratish bo'yicha topshiriq berildi, ya'ni tadbirkorlar tomonidan chetdan import olib kelinadigan suyultirilgan gazni aholiga, tadbirkorlik subyektlariga sotish jarayonlarini soddalashtirish, ularga qo'shimcha qulayliklar yaratish va shu bilan birga xavfsizlik normalariga rioya etishlarini, har xil avariyalar bo'lishini oldini olish maqsadida amaldagi texnik reglamentlarni qayta ko'rib chiqish topshirig'i berildi.
Taqdimotda bir qator sohadagi kamchiliklarni muhtaram prezidentimiz tomonidan aytib o'tildi. Sohaga mana shu yaqin 10 yillikda qilingan o'sha sohaga kiritilgan investitsiyalar misolida generatsiya quvvatlari oshirilgani, magistrat tarmoqlarga kiritilgan investitsiyalar tizim rivojlangani, biroq tadbirkorlar va aholini bugungi kunda haqli e'tiroziga sabab bo'layotgan pastki bo'g'in eng quyi hududiy elektr tarmoqlaridagi uzilishlar va mana shu kamchiliklar bugun bir qator tadbirkorlarimizni hamda aholimizni haqli e'tiroziga sabab bo'lyapti. Ushbu tarmoqlarda qilinadigan ishlarni Yangiyo'l tumani misolida muhtaram prezidentimiz aniq-aniq tushuntirib berdilar. Ushbu yo'nalishlarga bo'lib berdilar. Tarmoqlardagi yo'qotishlar, bundan tashqari kadrlarning salohiyatiga alohida e'tibor berdilar. Tajribasi tanlab olingan bugungi kundagi aholi va tadbirkorlarimizni haqli e'tiroziga sabab bo'layotgan o'chishlar va debitor qarzdorligi yuqori bo'lgan tumanlar tanlab olingan. Bunda energetika vazirligi boshchiligida hamma hududga rahbar xodimlar biriktirilib, ushbu rahbar xodimlardan barcha ishlarni tashkil qilgan holatda tarmoqni kelgusida kuz-qish mavsumiga tayyorgarligi, ularni o'chishini oldini olish masalalari alohida o'tdilar. Muhtaram prezidentimizni topshiriqlari bo'yicha ishlar boshlanib, har bir tumandagi transformatorlarda va elektr uzatish tarmoqlaridagi texnik holatlari tahlil qilingan holatda birinchi o'rinda qizil toifadagi transformatorlarga alohida e'tibor bergan holatda o'sha kuz-qish mavsumigacha, ya'ni 1-sentyabrga qadar bularni ta'mirlab mavsumga tayyorgarligini yanada shay holatga keltirish bo'yicha belgilab olingan. Bundan tashqari har bir mahallada mahalla yettiligi bilan birga xatlov qilgan holatda elektr hisoblagichlarda mavjud holatini ko'rib chiqib, bu bo'yicha tizimli ishlarni tashkil qilingan. Ustuvor vazifa qilib belgilab o'tdilar. Biz tarmoq korxonalari, energetika tarmog'i korxonalari har birimizga alohida topshiriq berdilar. Demak, kuz-qish mavsumida har bir tadbirkor va aholi o'rtasidagi elektr energiyasini barqaror yetkazib berish bo'yicha sinov yili deb belgilab berdilar. O'shaning uchun barchamizga bu yil kuz-qish mavsumida bizga 2 karra mas'uliyat oshgan holda ishlarni tashkil qilganmiz. Taqdimotda hurmatli prezidentimizga energiya resurslarini qazib olish, ishlab chiqarish, qayta ishlash, uzatish, tashish, saqlash va realizatsiya qilish hamda iste'molchilarga yetkazib berilgan energiya resurslarini hisobini haqqoniy yuritilishi bo'yicha taqdimot o'tkazdik. Taqdimotimizda har bir energiya resursini ishlab chiqilgan mahsulot birligidan kelib chiqib, uni sarflari bo'yicha nazorat o'rnatishimiz bo'yicha hisobotlab berdik. Taqdimotda hurmatli prezidentimiz tomonidan elektr energiyasi, neft mahsulotlari va gazdan foydalanishni nazorat qilish inspeksiyasiga bir qator topshiriqlar berildi. Xususan, sohada davlat nazorati mexanizmini samarali tashkil etish, davlat nazorati va monitoring jarayonlarini raqamlashtirish, ma'lumotlar tahliliga sun'iy intellektni joriy qilish, iste'molchilarni muammolarni joylarda bartaraf etish, tadbirkorlik subyektlariga ko'rsatilayotgan xizmatlarga qo'shimcha qulayliklarni yaratish. Albatta, hurmatli prezidentimizning topshiriqlarini ijrosini so'zsiz ta'minlash maqsadida energiya resurslarini qazib olish, qayta ishlash, iste'mol qilish jarayonlarini raqamlashtirish maqsadida raqamli ofis elektron platformasini ishga tushirish, ma'lumotlarni tahlil qilish uchun esa sun'iy intellektni joriy qilish ishlari boshlab yuborildi. Tadbirkorlik subyektlariga ko'rsatilayotgan davlat xizmatlaridagi bugungi to'siq bo'layotgan omillar tahlil qilish jarayonlari boshlandi. Shu bilan birga topshiriqqa asosan respublikaning Sharof Rashidov, Koson, Dinov tumanlarida energiya resurslaridan samarali foydalanish hamda yo'qotishlarni oldini olish bo'yicha Yangiyo'l tajribasi asosida ishlarni tashkil qilindi hamda bugungi kunga qadar demak Sharof Rashidov tumanidagi 65 ta qizil toifaga kiritilgan transformator punktlarini qariyb 40 ga yaqini bugun ta'mirdan chiqarildi. Shuningdek, topshiriq ijrosini so'zsiz ta'minlash maqsadida joriy yilning 2-yarmiyilligida bajarilishi muhim bo'lgan vazifalarni belgilab oldik. Birinchisi, demak, energiya resurslaridan noqonuniy foydalanish holatlarini oldini olish bo'yicha keskin nazoratni o'rnatish, tadbirkorlik subyektlariga davlat xizmatlarini ko'rsatish tizimida demak sun'iy intellektni joriy etish, ya'ni inson omilisiz
shaffof xizmat ko'rsatish ishlarini tashkil qilish vazifasini belgilab oldik. Shuningdek, qizil toifaga kiritilgan transformator punktlari, elektr tarmoqlari, gaz taqsimlash qurilmalarini ta'mirlash ishlarini nazorat qilish, bu bo'yicha oylik nazorat reytingini shakllantirish. Shuningdek, energiya auditi yakunlari bo'yicha berilgan tavsiyaviy tashkiliy chora-tadbirlarni, demak, o'rganib borish vazifasini belgilab oldik.